Aymening men yagosini tunugun seri qaroqqa chiqarib bersam, shunda jiqlar apsizlar yaxshi ko'zadi, marka bildigan odamlar zodi bilsizlar. Sizlarmi qaraganda menga o'xshash tish sog'lomligiga bek diqqat qildi o'xshashlar. Chunki bu tish adati gaq qildiganda, kulganda chiqadigan yer bo'lg'ashqa, tishimiz oppoq tursa bek obdan. Shunday ku, endi men aymening tish pastasini alaydilik bo'lsa, bola, atdiganda tishinglarni jumasdan burun tilinglarni munda qilsanglar bir xil jirik turdim. Jup bo'lgandan keyin siliq bo'ldi shunday ku, bola. Nachar yagolarni ishlasanglar, bola, jupib tushib olganda yavimiz tushdan keyin yana munda qilsanglar jirik chiqadi qaranglar. Yaxshi yagon ishlasanglar, atdiganda tishinglarni jusanglarda siliq bo'lsa, atsa degancha munda his qila olasizlar o'zinglarcha munda qilsanglar. Yani siliq holatda demak ilqi bak kirni o'ziga yuqtamaydi, tishingizni asrash qayta paydo qildi demakchi. Tushuninglarmi? Bola tishni oqatadi, tishning ichidagi tish miliklardagi ilqi tish qapqarlik qattiq ketgan yajishi degandek narsalarga shunda foydasi bor demakchi bola. Mana men buni naq maydonda sinab beray bola. Men o'zim ishiltma buni. Jiq chiqarib oldim nima. Mana Mana ko'rib turganinglardek tishni ko'rdinglarmi? Tishni paqroq qildi, og'zinglarni xushpuroq qiladi. Og'zinglardagi g'ayriy puroq, tishning orasidagi maynachilik deganlarga shunda foydasi bor. Ser qarg'u isbatim jumi bola. Aymening tish pastasini bir ishlasangiz, mushunga kunab qolsa, shunda yaxshi jumi bola. Mana hargiz ortiq tishlaringlarni qoplatishinglarning majidi yo'q. Ser qarg'um deybilaman.